Nimalar bo'lyapti? Honda, Nissan va Mitsubishi Xitoyga qarshi birlashmoqda. Yaponiya avtogigantlari hozirgi texnologiyalar poygasiga yolg'iz o'zlari bardosh bera olmasliklarini tushunib yetib, alyans tuzganini rasman e'lon qilishdi. Ular o'zlarining kelajakdagi avtomobillar uchun yagona dasturiy ta'minot, umumiy komponentlar va elektron tizimlarga o'tishmoqda. Ularni bunga undagan bir nechta sabablar bor. Eng asosiy sabab Xitoyning bosimi. BYD kabi brendlar bozorni egallab, har 6 oyda o'z modellar qatorini yangilab bormoqda. Yaponlar bu poygada yolg'iz o'zlari bas kela olmayapti. Shuningdek, avtomobillar miyasini unifikatsiya qilish yangi mahsulotlarni bozorga bir necha barobar tezroq olib chiqish imkonini beradi. Endi masalan, Nissan AQShdagi o'z zavodlarida Honda va Mitsubishi uchun pikaplar yig'ishni boshlashi mumkin. 10 yillar davomida bu kompaniyalar shafqatsiz raqobatlashib kelgan. Biroq Xitoy gigantlari ularni omon qolish uchun g'ururni bir chetga surib qo'yishga majbur qildi. Mana shunday qiziqarli avto yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.